Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Shohjahon. Bugun biz UzMarketdan zakaz qilgan kamerani raspakovka qilamiz. Sizlarga bugungi videoda narxini va buni qanday sifati va narxiga yarasha ekanligini ham aytib o'tamiz. Xo'p, raspakovkaga o'tadigan bo'lsak, buni biz boya keyingi kadrlarda ko'rsatamiz. UzMarket do'kon topshirish punktida ochganligimizni o'shani ko'rasizlar. Endi ko'rsatamiz. Qora rangini belgilaganmiz. Hop, makulaturasi bor. Lekin bu ancha katta makulaturasi. Makulatura keyin xaltachi yaxshisi. Keyin mana bu kamerani o'zi va pastda zaryadchigi. Hop, keyin ancha bo'yinga taqib qo'yadigan, masalan, kamerani ko'tarib yurganda sayohatchilar qo'shnilar ko'tarib yurish uchun va telefonga fleshka orqali ulash uchun. Keyin esa USB. Ochig'i buncha ko'p narsa chiqadi deb o'ylamagandim lekin yaxshi. Hop, mana shu joylarni bir chekkaga olib qo'yamiz, kamerani o'ziga kelamiz. Hop, do'stlar, kamerani o'ziga keladigan bo'lsak, 64 megapikselli kamera, orqasida spikerlar ham bor ekan. Hop, ekrani bor.
Type-C orqali zaryadga oladi, flashga ketar ekan. Keyin kolonkasi bor ekan, mikrofoni, tepada mikrofon bor ekan. Keyin boshqarish uchun tugmalar, o'sha narsalar. Xo'p. O'shaga qani yoqib ko'ramiz. Yaxshi. Nimalar bor ekan? Xo'p. Rasmga ko'pik. 14 megapiksel, 20 megapiksel. Spesifikatsiya. Yaxshi. Yaqinlashtirish zoom ham bo'lsa kerak. Yaqinlashtirish zoom bor ekan, 16x zoom bor ekan. Fokus ham ishlaydi ekan. Yaxshi. Narxiga yarasha yomon emas. Endi nima? Video olsak bo'lar ekan, 1080 ga. Endi 1080 ga 30 fps yoki 60 fps ham bo'lishi mumkin. Bunda ham zoom bor ekan. Yaxshi, juda ham narxiga yarashadi. Keyingisida hattoki o'yini ham bor ekan do'stlar. Hattoki o'yini ham bor. Yaxshi ko'ring. Snake degan o'yini bor ekan. Keyin Pushbox degan o'yin bor ekan, Tetris o'yini bor ekan. Snake o'yinini ko'ramizmi? Hop. Yaxshi. Olmasaydik bitta. Hop. 50 ta ball ishladik, 50 ball ishladik, 100 ball ishladik. Xullas, ilonchi o'yini ham bor ekan hattoki. Pushbox degan o'yini. Menimcha buni ham o'ynagan bo'lsa kerak, ishim o'sha shunday. Bu ko'proq Nokialarga o'xshagan knopchali telefonlarda bo'ladi. Aha, nima bo'lsa kerak. Xo'p, keyin Tetris o'yini bor ekan. Lekin kamera uchun o'yinlarga buncha shart bo'lmasa kerak. Hattoki musiqa ham eshitsa bo'lar ekan bunda. O'zimcha flashkasi bor ekan, lekin flashkasida buncha musiqa bo'lmaganligi uchun eshitmasa kerak. Flashkasi 32 lik flashkasi bor ekan. Xo'p, yaxshi. Yana nimalar? Bu effektlar ham bor ekan. Rasmni o'zi ko'rsagan bo'lar ekan. Yaqinlashtirsagan bo'lar ekan. Yaxshi. Nastroykaga kirib ko'radigan bo'lsak, hop, megapikselni kuchaytirishimiz bor ekan. 64 megapikselgacha kuchaytirsak bo'lar ekan. Va sensor hop, o do'stlar, 220p dan 205 gacha ultra HD gacha kuchaytirsa bo'lar ekan. Yaxshi narxi. Keyin qolgani balobattarlar, mayda shular. Hattoki pamyati ham bo'lar ekan, tilini ham o'zgartirsak bo'lar ekan. Portugalcha, ruscha, ispancha, keyin menimcha arabcha bo'lsa kerak ekan. Qatar время, короче, san'atlar. Versiyasi bor ekan. Menimcha yaxshi kamera videolarga oldik. Video davomida ko'rasizlar, tashqarida video ko'rganmiz. Ko'rib olsanglar. Meni fikrimcha bu kamera ko'proq sayohatchilar uchun yoki oilaviy suratlarga, videolarga olish uchun yetadigan darajada. Yomon emas. Keyingi olgan narsamiz, to'xtaydi. Birinchi o'rinda bu narxni aytib o'tadigan bo'lsam, 249.990 so'mga biz market do'konidan oldik. Pulga yarasha, lekin yaxshi. Xo'p, keyingi olgan narsamiz selfie shtativ deb aytib. Xo'p, selfie
keyingi olgan narsamiz selfie shtativ. Uzun market do'konida bu 50 ming so'm turibdi. Ha, 50 ming so'm turibdi. Odamlar olsa, menimcha yaxshi. Ochilar ekan. Telefon qo'ysa bo'ladi. O, ochilar ekan. Oyoqchalari ham bor ekan hatto. Ha? Biza qo'yib qo'yish uchun esa shtativ yaxshi ekan. Keyin mana bu yerda Bluetooth orqali ulab telefon uchun video yoki rasm tushirishga yaxshi bo'lsa kerak. Ha, batareyasi ham bor ekan hatto. Bluetooth orqali ulaysiz va surat va videolar olasiz. Xo'p, endi olgan narsalarga keladigan bo'lsak, kamera yaxshi, narxiga yarasha 250 ming. Yomon emas. Oila davrasida sayohat uchun yoki boshqa narsalar uchun bemalol ishlatib olsa bo'ladi. Narxiga yarasha 32 lik fleshkasi chiqadi. Zaryadchigi, xaltachasi, shu narsalar ko'p. Keyingi narsa shtativ. Bu ham narxiga yarasha ishlasa bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz tamom. Bo'pti. Xayr.